Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy doiralari Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadri xonimning turmadagi o'g'illariga besim ishiltib, Rabiya Qadri savdo saroyi va Aqida savdo saroyining 2 hafta ichida chiqildiganligini bildirgan va ularni bu binolarning egidorchilik huquqini o'tkazib berishga majburlagan. Bu Rabiya Qadri xonimning qattiq ayblashiga uchirdi. Rabiya Qadri xonim ziyoratimizni qabul qilib, bu qitim o'zining Dunyo Uyg'ur qurultayiga qayta rais bo'lib saylanishi bilan tang Xitoyning yana o'chilish harakati boshlaganligini ko'rsatdi. Jandin kashmigacha jononga yetkini bo'lmaydiganligini ta'kidlagan Rabiya Qadri xonim oxirida vatan badalsiz qo'lga kelmaydi dedi va Uyg'urlarning to'layotgan badallari shuncha og'ir bo'lsa-mu, lekin vatan da'vosi uchun yanada bardoshlik beradiganligini bildirdi. Rabiya Qadri xonim 2006 yilda Dunyo Uyg'ur qurultayiga rais bo'lib saylanib uzun o'tmay, Xitoy doiralari uning 2 o'g'lini turmaga tashlagan. 5-iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlardan biri Aysajon Ahmad. U 2009 yili 5-iyul ayoli To'xtugul bilan birlikda namoyish maydonida tutqun qilingan. To'xtugul eg'ir bo'y bo'lg'achqa shu kuni qo'yib etilgan. Aysajon turmaga kirib ketgandan keyin tug'ilgan bolasining didorini ko'rishga muyassar bo'lolmagan bo'lib, navbatda uning bolasi 2,5 yoshga kirgan. Aysajon Ahmad 1984-yili Qashqarda tug'ilgan va Qashqarning Uruk bozori mahallasida cho'ng bo'lgan. U 2008-yil to'y qilib, Urumchiga ko'chib kelgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, 3 turpalliq Abdurahim Ro'zi boy bo'lish orzusida 190 mo bo'z yerni 50 yillik to'xtam bilan o'diga olgan. Halbuki ziraatları əmdi maysı buluşqa başlaganda suni egallab olgan Bengton doiralari su haqqini 30 yuandan biroqda 300 yuan gösterib olgan. U su haqqini vaqtida hozirlashga imkonsiz qolg'achqa ziraatining 2 qitimliq suyi kechikkan. 3-chi qitimligi berilmagan. Natijada uning ziraatlari tunji yillar qurg'oqchilik ofatiga uchirgan. Navbatda Abdurahim Ro'zi necha avlod bo'g'lari terib boshqarib kelgan bu yerni Xitoy davlatidan ijara elib termoqda. Tabiatning nemati bo'lgan suvni Bengtondan setib olmoqda. 27 may Kanadadagi Uyg'urlar saylam o'tkazib, Qiyim Masimovni Kanada Uyg'ur jamiyatining raisligiga sayildi. Saylam Kanadaning demokratik prinsiplariga uyg'un holda Uyg'urlar to'plashib yashayotgan shaharlarning hammasida bilet tashlash sandig'i ta'sis qilish shakli bilan elib berildi. Bu qitimqi saylamga Hashimjon Turaq bilan Qiyim Masimov Kanada Uyg'ur jamiyatining raisligini talashish raqobatiga qatnashgan. Oxirida Qiyim Masimov tutib chiqdi. Kanada Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Ruqiya Turdush Qiyim Masimovni qutladi. G'azaka o'g'lining xun da'vosi uchun 27 may Beijingga yana kelgan. G'azakaning bildirishicha, u Beijingga kelishdan ilgari 2001 yili Xitoy gazetiga besilgan o'g'lining o'limi haqidagi xabarini 200 nusxa ko'paytib tarqatgan. Garchi u Xitoy soqchilarining parakandichiligiga uchragan bo'lsa-mu, atrofdagi Uyg'ur va Xitoy jamoati uning soqchilarining tutqun qilishidan qo'g'dab qolgan. G'azakaning o'g'li 2001 yili Xitoylar tarafidan o'ldirilgan. Shixanzi qonun organlari deloni adil bir taraf qilmagan bo'lg'achqa, G'azaka 11 yildan buyon arzini davomlashtirib kelmoqda. Finlandiya Sharqi Turkiston jamiyati Finlandiyaning poytaxti Helsinkida o'tkazilgan Dunyo kultur kuniga qatnashib, Uyg'ur qo'l hunar san'at buyumlarini ko'rgazma qildi va ko'rakka kelgan mehmonlarga Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besim siyosatini anglatdi. Mazkur ko'rakka Finlandiya Diplomatiya Ministerligi, Yevropa Birligi tashviqot bo'limi qatorliq 450 siyosiy va ijtimoiy tashkilotlar qatnashgan. Ko'rakka qatnashgan Saydi Ubulqosim hojimning aytishicha, ular ko'rak jarayonida Uyg'urlarni faqat bilmaydigan nurg'un kishilarga Sharqi Turkistonning Xitoy o'lkasi emas, balki mustamlikasi ekanligini bildirgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.